Kariz qaynonamdan salatli lag'mon retsepti. 2 qoshiq quritilgan paprikaga 2 qoshiq qalampir pastasini solib, 1 qoshiq shakar va 2 qoshiq soyavli sousni solamiz. Orqasidan 2 qoshiq olmali uksus solib, 1 qoshiq maydalangan chesnokni qo'shamiz. Aytgancha biz chesnokni mikserdan o'tkazib, morosilnikda saqlaymiz. Oxirida esa kunjut yog'idan 1 qoshiq solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qale O'zbekistonda topiladigan masalliqlardan bemalol tayyorlasangiz bo'lar ekanmi? Kariz qaynonam ovqatlarini pishirgunicha meni qornim itti bolasiday ochib ketdi. Shuning uchun salat barigini g'ajib turamiz. Bu salat bariklarini uy sharoitida bemalol o'stirishni qaynonam bilan sizlarga ham o'rgatamiz. Faqatgina podpiska bosib qo'ysangiz bo'ldi. Gazdagi suvimiz qaynab chiqqunicha salat bariklarini yaxshilab bitta idishga to'g'rab olamiz. Xohlagan salat barigingizni qo'shishingiz mumkin. Kunjut barigidan ham qo'shishni unutmang. Kariz qaynonam bilan salatli bariklarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa kunjut barigi. Koreyada tayyor lag'monlarni shunaqa qilib sotishar ekan. Buni endi qaynab chiqqan suvda pishirib olsak bo'ldi. 10-15 minut ichida pishib chiqadi. Pishib chiqqandan keyin muzday suvda yaxshilab chayqab olamiz. Bundanda oson tayyorlanadigan karizcha ovqat menimcha bu dunyoda bo'lmasa kerak. Endi haligina tayyorlab olgan sousimizni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganingizdan keyin bir marta yeb ko'ring. Agar tuzi yoki boshqa narsasi past bo'lsa, bemalol qo'shib olishingiz mumkin. Oxirida esa qovurilgan kunjutdan sepib, ustiga salat bariklarini qo'yib olamiz. Bismillah. Shu bilan karizcha salatli lag'monimiz tayyor bo'ldi. Maza qilib yesangiz bo'ladi. Keyingi retsept esa soyavli sousda chesnok palochkalari, bodring, piyoz va qalampirni marinovka qilishni o'rgatamiz. Sizlarga ham karizcha salatlar yoqsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.